Şuji, tünügün yezdi aşkan yığında neri bir gep bolmaganda? Men xotirjam bo'lanmay, o'zlaridan uqbaqay deb kelishim. Hey, gap bo'lmay qolamdi. Bo'sh tursam, heliqi noilik intizom tashirishdan kelgan soltakning xeyli gipi badaq qiladi. Kentdagi dehqonlarning nomuvofiq seliqlari eshib ketibdi, yey. Namratlarni yulash pulini kent kadrlari ülüşüp yeb ketibdi, yey. Uni qipti, yey, buni qipti, yey. Üstümüzden gap chiqdi. Buni ashu erkin chaqqan gap qachon? Chaqs chaqmamdi. Parvoyim palak. Hey, yo'qurdan kelganlar kimning uyi kiribdi? Aniqlab baqdinglarmi? Aniqladim, Şuji, aniqladim. Tuanki mahallidagi Matroz Kaskas bilan Solih Ko'kpitni, Ori mahallidagi Qosim Vayroni bilan Xayrinsoxon Vitvitning uyi kiribdi desizlar. Demak, erkin yo'qurdan kelganlarga mana shularni hol o'qitqizibdi-da. Qarab tursizlar. Bizni g'ojilg'angam ming to'yg'izmaydigan bo'lsam. Yo'q. Aldirab yengillik qilib bo'lmaydi. Ondaq deganlari bilan o'zlariga daz ketadigan bo'lsa, chatoqning cho'ng chiqidi Şuji. Uningdan ham qilmam. Yo'qurda bizga soya bo'ladigan ni cho'ng chinarlar bor. Balam, bir ikki kun bo'ldi og'zingga hech narsa solmading jinim balam. Ko'ngli tatamdikin deb azroq cho'chiratdim. Ichib baqina balam. Bo'ldi, ishkim yo'q ana. Azroq ichib baqsang-chi balam. Ishkim yo'q bo'ldi qila. At deganda nima xayol petib o'tirib ketding? Qani javob bera. Nurmamat bilan zodi nima munosabating bor? So'zlamasang heli baka. Shu boshlang'ich o'rta maktabda o'qigan saboqdosh. Saboqdosh? Rostni damsan yo'q. Endi surishtirganning nima foydasi? Surishtirma. Men sening ering, bilamsan. Nima ish qilish qollaringni bir-birlab xira qilsan.